Yulduzingga izlaganim, armonlarda o'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'sha. Keling, aynan shu oilaviy munosabatlarni hozir tahlil qilib beraman. Birinchi holatda bu munosabatlar sog'lom munosabatlar deyiladi. Nosog'lom munosabatlarga nima kiradi? Ayol kishi nimadir xatolar qilgan vaqtida birinchisi uni tushunishdan oldin faqat u jazolanadi va undan kamchilik qidiriladi. Sen bitta ishni ham eplolmaysan, seni qo'lingdan kelmaydi, noshudsan, yoshingga qara degan gaplar aytiladi. Ikkinchisi esa uni shaxsiyati yerga uriladi. Hech bir ishni sen eplay olmagansan deyiladi. Uchinchisi esa ayolning o'zida og'riqlar bor, hissiyotlar bor. Aynan shu hissiyotlar, og'riqlarning ustiga yanada ko'proq og'riqlar beradi va bularni oqibatida esa ayol agressiv bo'ladi. Bir kun kelib portlaydi. Portlagandan keyin esa aytishadiki, ana bu yomon va buni man yomonligini bilardi. Aytishmaydiki, bu portlashga provokatsiya qilingan harakatlar bor. Bu portlashga sabab bo'luvchi qanaqadir so'zlar bo'ladi. Agarda siz sog'lom munosabatlarni xohlayotgan bo'lsangiz, bu munosabatlaringiz bir-biringizni tushunishga, hamfikr bo'lishga va qo'llab-quvvatlashga asoslangan bo'lishi kerak. Xo'sh, sizning munosabatlaringiz sog'lom yoki yo'qmi? Qaysi yuqorida sanab o'tgan xatolarni o'zingizda ko'rdingiz? Kommentga yozib boring.